O'zbekistonda ko'pchilikda uchramaydigan bitta atir qilib bering. Bo'ldi, aka. Men sizga bunaqa atirdan bitta emas, ikkita qilib beraman. Bu atir statusi yaqin kunlarda juda ham top darajaga chiqib ketdi. Klassika va pol klassika kiyim kiyganingizda bu atir imijingizni juda ham yuqori darajada ko'rsatib beradi. Bu Blond Amber atiri. Roja Los in Paris. Bu atirning asl narxi $1,5 ming yaqin sotiladi. O'zbekistonda originalni uncha joydan topish qiyin. Bu atir sepsiz, voy ana atirmi emas, nima atir deb so'raladi. Bo'ldi aka, atirlaringiz tayyor. Bunaqasini ko'rmagan ekanman, eshitmaganman ham. Bo'ldi, ishlatib ko'ramiz buni.